Devoringiz mana shunday sho'r bo'ladimi yoki mana bunday gaza blok bo'ladimi yoki shlaka blok bo'ladimi? Endi qizig'i yo'q. Devoringiz tekis holatda bo'lsa bo'ldi. Uyingiz eski holatda bo'lsa ham tezda mana shunday chiroyli bo'lishini xohlasangiz, sizga gipki kamen emas, gipki klinkerda mana tavsiya qilib qolaman. Devor shkaturka qilingan yoki mana shunday kafilni kile tortilgan bo'lishi kerak. Qolganini esa ustalarimizda o'zlari chotka qilib bosib berishadi. Xo'p, buni ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, agar o'zimda usta bor, abo yopishtirib yurgan, men bu narsadan bemalol bilaman degan bo'lsangiz, kvadrat metrlarini aytib o'tadigan bo'lsangiz, sizga kvadrat metrlarning ichida 1 kvadrat metr narxlari va uni ichiga nimalar kirishini aytib o'tib ketaman. O'zi xohlagan rangingizni tanlayverasiz. Cheksizlik ranglari, hop, kileyi, laki va dastavkasi. Vodiy bo'yicha dastavkalari bepul yetkazib beriladi xonadoningizgacha va vohaga bo'ladigan bo'lsa, Tog'dugoga, Toshkent hamda voha bo'ladigan bo'lsa, shahar markazlariga shunday dastavka qilib beriladi. Qolgan narsa gaplashiladi. Xo'p, buni nima afzalliklari bor? Bu oddiy devorlarga ham yopishtirilishi va qalinligi jihatidan va uzoq yil xizmat qilib, tabiiy toshlardan bo'lganligi uchun rangini o'zgartirmasligi va ob'yomlari katta-katta bo'lganligi uchun trashinani oldini olishi va undan tashqari sho'rlarga samarali yechim bo'lganligi va buni ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, bularda o'zlarining brigadalari borligi O'zbekiston bo'yicha borib, mana shunday chiroyli qilib yopishtirib berishadi. Ha, narxlarni aytib o'tib ketay. Narxlari narigi g'ishli variantimizniki 80 ming so'm. Endi mana bu variantimizniki akalar 90 ming so'm 1 kvadrat metri. Mana buni qaranglar. Mana bu yerlarda har xil mana bunaqangi bo'lganligi uchun. Hamdasa sokol bo'ladimi, u fasad bo'ladimi, farqi yo'q. Narxlari 80 mingga 90 ming so'm bo'ladi. Va siz vodiy bo'yicha nomerada hali bunaqasi bo'lmagan akalarimizga, ustalarimizga aloqaga chiqaradi. Orqasi sixlofos bo'ladi va shuning uchun eng zo'ri bo'ladi. Yo'roq yo'sillarda bitta yuvasiz, uyingiz yana yangidek bo'ladi. Shunaqangi variant sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki raqamga tezda aloqaga chiqaring.